485 sotixga yaqin 5 xona uy bor ushbu fayzli xonadon sotuvga chiqyapti. Kvartirani narxida berib olamiz deyishyapti. Manzil qattadagi insonlarga manzil Farg'ona shahar Labi Hovuz choyxonasi yaqinida. Aytib o'tganidek 485 xona uy bor, tashqi fasad ishlari qolgan xolos, ichlari 100% bitgan. Gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Kadastr hujjatlari notariusga tayyor. Kattagina mahallani ichida, katta yo'lda bo'yida. Maktablar, bog'chalar, magazin va apteka, poliklinika, bekatlar, machit yaqin 5 mahalla azon ovozi bu hududga ham eshitilib turadi. Shu joyda sizlar bilan birgalikda obzorini ko'rib chiqamiz. Video yoqsa like tugmasini bosib, agar sizga ushbu xonadon ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlardan ma'lumotni olishingiz mumkin. Orqa tomon hovuz-dvor, bu tomonda bitta hojatxonasi, bu tomonda 2 ta 3 ta mol yoki qo'y boqqani, qo'yxona, molxonasi ham bor do'stlar. Juda ham zo'r lokatsiyada joylashgan, eng asosiysi kommunikatsiya tizimidan muammo yo'q. Uyimiz zudlik bilan sotuvga chiqyapti. Endi aytib o'tgandek 5 xona uy bor, bitta shu xonasi korobka holatda, qolgan barcha xonalar bitgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Buni ham eshik romlari qo'yib tayyorlab qo'yilgan, faqatgina bezak ishlari qolgan xolos. Uyimiz 100% isitish tizimiga ega do'stlar. Mana biz yana qaytib hovli qismimizga o'tib oldik. Bemalol shu darvozaxonaga ham 2 ta mashina sig'adi. Endi sizlar bilan birgalikda xonalarning ketma-ketligini ko'zdan kechiramiz. Bu darvozaxonasi ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli holatda, faqatgina tashqi fasadlari bitgan xolos. Darvozadan kirganimizda chap qo'ldagi birinchi xona bu mehmonxona qismi. Aboylar yopishtirilgan, 2 ta derazasi shundoqgina ko'cha tomonga qarab turibdi. Shundoq kirasiz, shundoqgina yashab bersiz bo'lgani do'stlar. Faqatgina ozgina ishlari qolgan. Buni bemalol endi o'zingizga chiroyli qilib moslab olsangiz bo'ladi. Romlarimiz akfa qilingan do'stlar, eshiklari akfa bo'lgan. Mana holatlari shu. Ichkariga kiramiz. Ichkariga kirganimizda biz uzungina, kengina koridor yo'lak kutib turibdi do'stlar. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham uzungina kotej forma qilib solingan hovli uy. Endi xonalarning ketma-ketligini ko'zdan kechiramiz. Bu tomon kirish qismi eshigi. Bu tomondan boshlaydigan bo'lsak, uyimizning eng shirin joyi oshxona qismi. Uyimiz jihozsiz sotiladi do'stlar. Bu tomondan hovuz-dvorga shundoqgina hovliga chiqib ketsa bo'ladi. Holati, remontlari mana ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli shaklga keltirib qo'yilgan. Xo'p, keyingi xonalarga o'tamiz. Keyingi xonamiz bu tomonda joylashgan. Bu tomonda sanuzel hojatxonasi bor do'stlar. Kirib ko'rsatib o'tirmaylik, shart emas. Uyda odam bor ekan. Buni oldidagi bitta xona bu o'g'il bolalar xonasi bo'lsa, uni oldida bitta garderobli xonamiz bor. Mana bu tomonda ko'rishingiz mumkin. Uni oldida bitta kattalar yotoqxonasi va ichkarida yana kattagina bitta xona. Buni ham xohishga qarab kattalar yotoqxonasi yokida mehmonxona qilib qo'ysangiz bo'ladi do'stlar. Manzil Farg'ona shahar Labi Hovuz choyxonasi yaqinida. 485 xona uy bor. Kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol xarid qilaverasizlar.